Yaqında men tordan mundaq bir xabarni anglab qoldim. Ya'ni ma'lum bir ota-ona 2 yoshli qizining bir narsaga qaragan vaqtda ko'zini qisib, chimchiqlatib qarawatganligidek benormallik ahvolini payqab, uni darhol doktorxonaga borib tekshirtgan. Tekshirish natijasida bu 2 yoshli qizning ko'rish quvvatining ojizlab, og'ir darajadagi yiroqni ko'rolmaslik kasaliga giribdor bo'lganligini aytgan. Xabarda aytilishicha, bu qizning ota-onasi bola xeyli kichik vaqtida bola yig'lab jidal qilganda bolasini tinchlantirish uchun telefonni uningga o'ynashga bergan. Bu xil ahvol uzun davomlashgan. Oqibatda bu bolaning ko'rish quvvatining og'ir darajada ojizlab ketilishini keltirib chiqargan. Texmi ichinishlik bo'lgani shuki, doktorning aytishicha, bolaning ko'rish quvvati bolaning yoshining cho'ng'ishiga ergishib, yanama ojizlab, ko'rolmaslik bo'lib qolish ehtimolligi bor ekan. Buni anglab bolaning ota-onasi qattiq pushaymon qilgan. Lekin allaburun kechikkan. Bu yerda ota-onalarga shuni eskartamizki, telefon hargizmi bolalarni tinchlantiradigan o'yinchoq emas.